Assalomu alaykum qadrli YouTube tomoshabinlari hamda texnika ishqibozlari, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalga yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Sotiladigan avtomobil, avtomobil agregat texnika traktorlaringiz bo'lsa, bizga reklama xizmatiga bog'lanishingiz mumkin. Biz texnika agregatlaringizni YouTube'ga hamda ijtimoiy tarmoqlarga reklama qilib beramiz. Mana endi birin-ketin sotiladigan texnikalar bilan tanishsak, bizda sotiladigan texnikalar mana bu ekranda ko'rinib turgan ajoyib satsionada bo'lgan Max 135 texnikamiz sotiladi. Bu traktorimizning holati a'lo darajada. Hamma joyi soz holda, bir kalitda zavodit bo'ladi. Bu texnikani olasiz, ishlatasiz. Bu texnikamizga qo'shimcha agregati, plugi hamda kombayni bor. Uni ham qo'shib beramiz deb aytib o'tmoqda akamiz. Texnikamizning narxiga keladigan bo'lsak, narxi komplet 240 million so'm. Men ham kelishlaydigan joyi bor deb aytib o'tmoqda akamiz. Texnika hamda agregatlari alohida ham sotiladi. Alohida telefonda kelishamiz narxini deb aytib o'tmoqda. Texnikamizning manzili Andijon viloyati Marhamat tumanida. Bu texnikaga qiziqishlari bo'lsa, marhamat yuqoridagi raqamga bog'lanib, qolgan ma'lumotlarni akamizning o'zidan olishingiz mumkin. O'n ikkita pichog'i bor ekanda to'liq. 10ta. Bu 6 talik bu. Bizni navbatdagi sotiladigan texnikamiz Qashqadaryo viloyati Mirishkor tumanidan bo'ladi. Bu texnikamizning markasi Hatcher texnikasi 2 nuqtali. Bu texnikaning holati yaxshi, hamma joyi soz holda, bexarajat holda turibdi. Korobka zadlimoslarining sosternalari zo'r, motori italyanskiy motor qo'yilgan. Texnikamizning narxiga keladigan bo'lsak, narxi 30 million so'm. Men ham kelishlaydigan joyi bor, kelsinlar, texnikani ko'rsinlar deb aytib o'tmoqda akamiz. Bu texnikaga qiziqishlar bo'lsa, marhamat yuqoridagi raqamga bog'lanib, qolgan barcha batafsil to'liq ma'lumotlarni akamizning o'zidan olishingiz mumkin. İtalyan motor, starter ham o'ziniki. Motorlari zo'r. Zavodskiy traktor. Ikkita nuqtalar, ikkita nuqtasi ham ishlaydi. Oldin baloni ham zo'r, mana 15,5 balon. Diskalar 13,5 diska. Zavodskiy traktor. Mana nasoslar ham o'zin zavodskiy. Bizning navbatdagi sotiladigan texnikamiz Samarqand viloyati Tayloq tumanidan bo'ladi. Bu texnikamizning markasi T28 traktori. Bu traktorning ishlab chiqarilgan yili 1992 yil ishlab chiqarilgan. Motori 1 gram yog' yemaydi, bir kalitda zavodit bo'ladi. Olasiz, oborasiz, ishlatasiz. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 20 million so'm. Men ham kelishlaydigan joyi bor, kelsinlar, texnikani ishlatib ko'rsinlar deb aytib o'tmoqda akamiz. Bu texnikaga qiziqishlar bo'lsa, marhamat yuqoridagi raqamga bog'lanib, qolgan barcha batafsil to'liq ma'lumotlarni akamizning o'zidan olishingiz mumkin.
Bizda navbatdagi sotiladigan texnikamiz Farg'ona viloyatidan bo'ladi. Bu texnikamizning markasi YUMZ traktori. Bu traktorning holati yaxshi, hamma joyi soz holda. Motor korobka zadmoslari ziver holatda, bir kalitda zavodit bo'ladi. Bu texnikamizga qo'shimcha agregati, chizili hamda tilishkasi bo'rini ham qo'shib beramiz deb aytib o'tmoqda akamiz. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 30 million so'm, yana ham kelishiladigan joyi bor. Kelsinlar, texnikani ishlatib ko'rsinlar deb aytib o'tmoqda. Bu texnikaga qiziqishlar bo'lsa, marhamat, yuqoridagi raqamga bog'lanib, qolgan barcha batafsil to'liq ma'lumotlarini akamizni o'zidan olishingiz mumkin. Bizda navbatdagi sotiladigan texnikamiz Surxondaryo viloyati Sho'rchi tumanidan bo'ladi. Bu texnikamizning markasi MTZ-80X traktori. Bu traktorning holati a'lo darajada, hamma joyi soz holda. Zadmos korobkalarida shovqini yo'q, motori 1 gram yog' yemaydi. Bu texnikani olasiz, olib borasiz, ishlatasiz. Bu texnikamizga qo'shimcha agregati, chizili puliga tilishkasi bor, uni ham qo'shib beramiz deb aytib o'tmoqda. Chizili bilan puliga ideal holatda, tilishkasi ham ideal holatda turibdi. Tilishkalarning balonlari ham deyarli yangidek. Olasiz, olib borasiz va ishlatasiz. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 65 million so'm, yana ham kelishiladigan joyi bor. Kelsinlar, texnikani ko'rsinlar deb aytib o'tmoqda akamiz. Bu texnikaga qiziqishlar bo'lsa, marhamat, yuqoriga raqamga bog'lanib, qolgan barcha batafsil to'liq ma'lumotlarni akamizni o'zidan olishingiz mumkin. Alo, assalomu alaykum. Mana shu Berlosrat sotiladi. MTZ 80. Balonlar hammasi yangi. Oldi balonlar ham katta balonlar ham yangi. Mana pulugi bilan 3 korpus pulugi bor. Soz holatda. Traktor shuni olasiz, shuni ishga solasiz. Mana chizili bor. Mana chizil. Chizil aksiylar bilan tayyor turibdi. Tilchkasi ham bor. Tilchkaning ham 4 ta baloni yangi. Tayyor turibdi hammasi. Olasiz, shuni ishga solasiz. Mana tilchkasi. Tilchkaning ham balonlari yangi. Hamma tomondan zo'r, boyavoy tilchka. Olasiz, ishlatasiz. Ishga tayyor mana.